ba'zan inson xafa bo'lib ketadi-da. Shuncha yaxshilik qilasiz bitta insonga-da, bir marta u inson nimadir iltimos qilganda butunlay ilojingiz bo'lmasdan o'sha ishni bajara olmay qolsangiz, siz u inson uchun yomonga chiqasiz. Mana shuni hozir sababini aytib beraman sizlarga. Buni sababi u insondagi ko'rlik ongi. Ular hali o'zini ongini yetarli darajada uyg'ota olmagan, ya'ni ko'z ochilmagan deyiladi-ku. Bu inson ongi. Mana shu paytda siz u insonni o'z holiga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Va siz unga yomon ko'rinib qoldim, shuncha yaxshilik qildim deb o'zingiz ayblamasligingiz kerak bo'ladi. Ana o'shandagina siz u insonni ta'siridan chiqib keta olasiz. Bo'lmasa, siz o'zingizni aybdor his qilib, hamma yukni o'zingizga olib olib, energetik o'zingizni holatingizni, ruhiyatingizni salbiylashtirishga sabab bo'lib qolishingiz mumkin. U insonning holatini tushunish avvalambor. Chunki u qancha harakat qilmasin, sizni yaxshiligingizni tushuna olmaydi baribir. Xuddiki 11-sinf programmasini tushuntira olmaganimizdek, uni ongi qabul qilmagandek, xuddi ko'rlik ongidagi insonlar ham baribir sizni yaxshiligingizni ko'ra olmaydi. Ularning diqqati faqat negativga, o'zida yo'q narsaga, dunyodagi yomonliklarga, insondagi yomonliklarga ham qaratilgan. Shuning uchun xafa bo'lmaymiz.